Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Usta Nurullo. Tunika ishlarimizni sizlarga ko'rsatib o'taman. Xohlasa Samarqand Modritdagi uchastkamiz bitdi. Ishimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Svetlarni ham xohlasa qo'yib topshirib berishdi elektrik akalarimiz. Ko'cha darvozaxonamizda elektrik ishlari ketyapti. Do'stlar, xuddi shu 3D fasonimiz tunikani rasvotiga hisoblaganda materiallari ichida, lesalari, hamma narsasi, dastavkalari ichida O'zbekiston bo'ylab 145 ming so'mdan chiqadi do'stlar. Ozgina chalasi bor, ustakamiz ishda gazini bosyapti. Pastdagi qoshlarni ko'rsatib